O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2-bo'lim inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlaridan iborat. 5-bob umumiy qoidalar. Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilab o'tilgan va kafolatlanadi. Ularga bu huquqlar ular tug'ilgandan boshlab beriladi. Hech kim fuqarolarning irqi, millati, tili, dinidan qat'iy nazar uni cheklashga haqli emas. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi va davlat bir-biri bilan o'zaro huquq va majburiyatlar bilan bog'liqdir. Har bir fuqaro o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa fuqarolarning huquqlariga ziyon yetkazmasligi kerak. 6-bob fuqarolik. O'zbekiston Respublikasi hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi unga qanday tarzda erishishidan qat'iy nazar mavjud tengdir. Bir vaqtda Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarosi ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi. Bundan tashqari, O'zbekiston o'z fuqarolarini davlat tashqarisida ham himoya qilishni kafolatlaydi va O'zbekiston Respublikasi fuqarosi boshqa davlatga majburiy tarzda chiqarib yuborilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-bo'limi inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari deb nomlanib, 7-bob shaxsiy huquq va erkinliklar deb nomlanib, ushbu bob 11 ta moddani o'z ichiga oladi. Insonning ajralmas huquqlaridan biri bo'lgan bu yashash huquqi hisoblanadi. Ya'ni inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir. 2005-yil 1-avgust O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga ko'ra 2008-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlandi. Bu aynan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-moddasida aytib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26-moddasida har bir inson shaxsining sha'ni va qadr-qimmati daxlsizligi, uni hech qanday kamsitib yo'q qo'ymasligi aytib o'tilgan. Ya'ni hech kimga nisbatan qiynoq olinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga tortilishi mumkin emas. Aynan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27-moddasida har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Ya'ni hech kim qonunga asoslamagan holda hibsga olinishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki ushlab turilishi mumkin emas. Hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra shaxs sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas. Biz ko'p bora eshitgan va bilgan aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-moddasida keltirilgan bo'lib, jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunbuzarlik tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Ya'ni ayblanuvchi o'zini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishi, shuningdek sukut saqlash huquqidan foydalanishi, ya'ni shaxsiy sudlanganligi bundan kelib chiqargan oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo'lmasligi aynan shu moddamizda aytib o'tilgan. Konstitutsiyamizning 29-moddasida har kimga malakali yuridik yordam olish, yuridik xizmatdan foydalanish, advokat faoliyatidan foydalanish, tarjimon yordamidan foydalanish, shuningdek jazoni yengillashtirish yoki afv etish to'g'risida iltimos qilish huquqiga ekanligi aytib o'tilgan. 8-bob siyosiy huquqlar deb nomlanib, ushbu bob 36-moddadan 40-gacha bo'lgan moddalarni o'z ichiga oladi. Aynan ushbu bobda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega ekanligi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari davlat xizmatiga kirishda teng huquqqa ega ekanligi, O'zbekiston fuqarolari o'z ijtimoiy faolliklarini O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq miting, yig'ilish, namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga ega ekanligi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasb uyushmalariga, siyosiy partiyalarga, jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga ega ekanligi, shuningdek so'nggi moddamizda har kim bevosita o'z va boshqalar bilan birgalikda davlat organlariga hamda tashkilotlarga, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarib organlariga ariza, taklif, shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega ekanligi aynan ushbu bobda aytib o'tilgan. 9-bob iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va kabi huquqlar deb nomlanib, ushbu bob 15 ta moddani o'z ichiga oladi. Ya'ni ushbu bobda har bir shaxsning mulkdor bo'lish huquqiga ega ekanligi, O'zbekiston fuqarolari munosib mehnat qilishi, kasb faoliyat turini erkin tanlashi, shuningdek davlat fuqarolarning bandligini ta'minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish, shuningdek kambag'allikni qisqartirish choralarini ko'rishini, O'zbekiston Respublikasi hududida majburiy mehnatning taqiqlanishi, har bir shaxs dam olish huquqiga ega ekanligi, har kim qariganda mehnat qobiliyatini yo'qotganda, shuningdek boquvchidan mahrum bo'lgan hollarda va boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot olish huquqiga ega ekanligi, misol uchun har bir qonunda belgilangan pensiyalar, nafaqalar olish huquqiga ekanligi aynan ushbu bobimizda aytib o'tilgan. Undan tashqari har bir shaxs uy-joyli bo'lish huquqiga ekanligi,
biz ko'p-to'g'ri bizning asosiy huquqlarimizdan biri bo'lgan har kim sog'liqni saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega ekanligi, shuningdek har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risida ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega ekanligi va bizda hozirda foydalanib kelayotgan huquqlarimizdan har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligi, ya'ni fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida oliy ma'lumot olishga haqli ekanligi, shuningdek O'zbekiston Respublikasi o'qituvchining sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilinishi, har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi huquqidan foydalanishi, madaniy yutuqlardan foydalanish huquqiga egaligi aynan ushbu bobimizda aytib o'tilgan. Keyingi bobimiz 10-bob, ya'ni inson hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlari. Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash davlatning oliy maqsadidir va davlat inson va fuqarolarning huquq erkinliklarini ta'minlaydi. Avvalo, inson va fuqarolar o'z huquq erkinliklarini amalga oshirishda sudga murojaat qilishi, davlat organlari mansabdor shaxslar ustidan shikoyat qilishi mumkin va ularning buzilgan huquqlari ustidan sudga shikoyat qilishi va xolis sud tomonidan ko'rib chiqilishi kafolatlanadi. Inson va fuqarolarning burchlari, ya'ni 11-bobga to'xtaladigan bo'lsak, fuqarolar Konstitutsiyada belgilangan burchlarni bajarishga majburdirlar. Ular Konstitutsiya va qonunga yetishi, boshqa fuqarolarning huquqlariga to'sqinlik qilmasliklari kerak. Bundan tashqari, fuqarolar madaniy, ma'rifiy, tarixiy yodgorliklarni asrab avalishlari kerak. Madaniy, ma'rifiy, tarixiy yodgorliklar davlat muhofazasidir. Bundan tashqari, fuqarolar atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari kerak va fuqarolarning burchlaridan yana biri shuki, ular soliq va yig'imlarni o'z vaqtida to'lashlari kerak. Soliq va yig'imlarni to'lash adolatli tarzda olib boriladi va fuqarolarning huquqlariga to'sqinlik qilmasligi kerak. Fuqarolarning burchlarining eng so'nggisi shuki, ular o'z davlatiga, ya'ni O'zbekiston Respublikasini himoya qilishga majburdirlar va bu ularning burchidir. Bundan tashqari, fuqarolar qonunda belgilangan tartibda muqobil va harbiy xizmatni o'tashga majburdirlar.